Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum do'stlar, xush keldingiz. Mana shu non juda ham foydali, shifobaxsh, qabziyatni oldini oluvchi, ortiqcha vaznlarni xohlamaganlar eslasa bo'ladi bu videoni va vujud o'zini ta'mirlay olish xususiyatiga ega degan edik. Vujud o'zi ta'mirlay oladi, faqat unga vaqt va sharoit yaratib berishingiz kerak. Ana o'sha sharoitlardan biri yaratib bergan bo'lasiz mana shu nondan tayyorlasangiz. Chunki bu non tabiiy, sog'liqqa zarar bo'lmagan holda tayyorlanadi. Non payg'ambarlarni yegan mahsulotidir, juda ham foydali. Quyosh nurida pishirib olib yeganlar deb keltiriladi. Uni maydalab o'zlari filmlardan voqif bo'lgan bo'lsangiz kerak. Ham to'yimli, ham hazmi oson, ham to'q tutadigan mahsulotdir non. Lekin afsuski un bizning bug'doylar, unlar o'zgargani uchun va foydali tarafi kepak qismi hayvonlarga, kelek o'xshagan yopishqoq qismi, oppoq qismi insonlarga ajratilgani uchun afsuski sog'lig'imizda juda ham ko'p problemlar uyg'ona boshladi hayotda. Shuning uchun uyda o'zingiz tayyorlay oladigan tayyorlay oladigan non. Buning uchun bizlarga suli kerak bo'ladi. Sulidan tayyorlanadi va tayyorlaganingizda masalliqlarni aytaman hozir sizga va tayyorlaganingizda biroz suyuqroq bo'lib qoladigan bo'lsa, unga 1 qoshiq yoki 2 qoshiq suyuqligiga ko'ra o'zingiz anaqa qilib ayarini o'zingiz yopsangiz bo'ladi, ya'ni. Biroz quyuqlashtirish uchun 2 qoshiq, 1 qoshiq suyuq quyuqligiga ko'ra un solamiz va bu un guruch uni. Normal un emas, guruch unidan solsangiz bo'ladi. Guruch dietik ovqatlardan hisoblanadi, bilasiz. O'sha guruchni unidan solsangiz biroz qo'yiq quvamga keladi. Endi buni ichiga nima soldik? Buni blenderda maydaladik. Nima soldik? Mana shu idishni o'ziga 2 daqiqada qilasiz desam, pishib tayyor bo'ladi desam, yolg'on bo'ladi albatta. Ya'ni birozgina vaqtingizni oladi. Zato sog'liqlidir. Kelamiz qanday tayyorlanishiga. Bizga kerak bo'ladi o'sha idish, blenderning idishi. Ana uning ichiga qatiq solamiz, 1 piyola. Tom 1 piyola, o'lchaklar tutib olishingiz kerak emas. 1 piyola, taxminan 1 piyola. 2 qoshiq zaytun yog'i, xohlasangiz eng foydali degan yog'lardan soling. Eng foydali yog'ingiz bo'lmasa, uyingizda o'zingiz qaymoqlardan, sariyog'lardan solsangiz bo'ladi. Tuz tabiiyizga ko'ra 2 tuxum va 1 piyola suli va suyuq bo'lib qoladigan bo'lsa 2 qoshiq guruch uni va albatta karbonat, ya'ni pishovoy soda, osh sodasi, ya'ni o'shani solib hammasi birga aralashtiriladi va eng oxiri va eng so'ng guruch uni solinadi, quyuqligini, suyuqligini maromiga keltirish uchun. Va og'zi yopilgan holda eng past olovda tayyorlanadi, pishiriladi. Qopqog'ini barvaqt ochib qo'ysangiz tagiga yopishib qoladi. Men sizlarga video olish maqsadida barvaqt ochilgani uchun biroz tagiga yopishdi. Lekin siz unga diqqat qiling. Va tova yangi moda tovalardan değil, eski o'zimizni yaxshi tovalardan, sog'liqli tovalardan bo'lsa tagiga yopishmaydi. Va qopqog'ini yopib qo'ygandan keyin o'zingiz ishingizni qilib yuraverasiz. Birozdan keyin kelib qarasangiz pishib qolgan bo'ladi. Va ters chevirib orqa tarafini ham pishirib olamiz. Uni ham qopqog'iga yopib qo'yib pishiriladi. Do'stlar, sulini sovuq, quruq mizojga ega deb keltiriladi va biz uning ichiga zaytun yog'i soldik va xohlagan pripravlardan isitish uchun solsangiz bo'ladi. Sedani solsangiz ham bo'ladi, zanjafil solsangiz ham bo'ladi, murch ozgina
o'zingizni ta'bingizga ko'ra va xohlagan ko'katlardan solsangiz bo'ladi. Ko'katlar ham ya'ni foydali, o'zingiz yaxshi ko'rgan ko'katlardan solsangiz bo'ladi. Va bu mana shu holda pishib chiqadi. Mazasi ham juda yaxshi va qo'rqmasdan yeysiz. Ya'ni sog'liqli narsa, sog'liqli non yeyotganingizdan xursand bo'ldingiz. Tayyorlab ko'ring. Hammangizga sog'lik, ofiyat tilayman. Sog' bo'ling.